Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz yana bir katta loyihalarimizdan biri Buxorodagi bir nechta do'konlar tarmog'iga ega bo'lgan Mauze brendini ham muvaffaqiyatli patentlab berdik. Mauze brendi egasi Shamshud akani tabriklaymiz. Xudo xolasa bu brend 10 yil muddatga Shamshud akani rasmiy o'zlarini brendlari bo'ldi. Inshaalloh bu yoqdagi ishlarga ham muvaffaqiyat tilaymiz. Shamshud aka, tabriklaymiz. Manfaatli bo'lsin. Shamshud aka, qanday bo'ldi patentlash? Ma'qulmi sizga? Xizmatimizdan mamnunmisiz? Shular haqida ozgina kuzatuvchilarimizga ma'lumot berib o'tsangiz. Katta rahmat. Mauze brendini yo'qotish xavfi bor edi menda. Instagramni ko'rib o'tirganimda aman sizni nimalar chiqib qoldi. O'shandan keyin patentlashga qaror qilib qoldim. Qaror qildim, ya'ni nima uchun? Mauzeni kimdir olib, mana nomimdan biror yomon videolar yoki yomon biror nimalar chiqarmasin yoki o'g'irlashmasin bizdan degan maqsadda patentlashga qaror qildim va sizlarga berdim. Xudoga shukr ala. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Zo'r, xursand. Zo'r aka, tabriklaymiz yana bir bor. Barchangizni salomat bo'lasiz.